Judayam qattiq. Barcha muammo yog'i ko'pligida, lahm joyi yo'q. Bu qanday go'sht bo'ldi? Pichoq o'tmaydi, tavba qildim. Xuddi to'qilgan arqon kabi mustahkamligini qarang. Menimcha yosh mol go'shti bu. Nima qilsa bo'larkin-a? Shoshma. Yaxshilab o'yla yon-yon. Shunday, to'g'ri, esla. To'g'ri, dada menga ko'rsatgan retseptlar kitobi. Qattiq go'shtdan kerakli steykni tayyorlash uchun cho'nchqi suv usulidan foydalaniladi. Bu o'sha fransuz usuli. Go'shtni yumshatish uchun suvit usuli. Past haroratda. Yaxshi yog' bor ekan. Gilgim, xanjini olib kelgin. Qog'ozmi? Juda ham qimmat-ku. Uni topib kel. Yaxshi, ketyapman. Ajoyib. Zot oliylaridan xabar yo'qmi? Yo'q, qirolicham. Yonida askarlari bor edi, hammasi joyida. Nimadir aniqlashingiz bilan oldimga keling. Xo'p bo'ladi, qirolicham, xavotir olmang. Im oilasi Kyongiga yetib bordimi? Yetib borgan bo'lishlari kerak. Qani edi tezroq? O'sha kibrli Xon Gyondalning sevimli nabirasini Chxe-Hokka olib ketishayotgandagi o'zgargan yuzini ko'rsam edi. Qani chiqinglar! Men Xon Onukman. Ichki ishlar vazirligi va kotibni bu yerda ko'rganimdan juda ham xursandman. Xo'sh, otangizni sog'lig'i qalay? Sizni duolaringiz bilan ular sog'-omonlar. Bundan minnatdorman. Qani ortimdan. So'rasam maylimi? Nega go'shtni suv o'tlariga bunday tarzda o'rayapsiz? Go'sht hozir o'ta qattiq, suv o'ti esa ularni yumshatadi. Voy, bir narsalarni aytasiz-e? Gilgim, ozgina sovuq suv qo'shgin. Lekin uni ancha qaynatdik-ku. Sovuq suv qo'yish. Bo'ldi, tushundim. Hozir mana qo'yyapman. Lekin xonim, go'shtni shunchaki qaynatib yoki qovurib qo'ysak bo'lmaydimi? Ha, rostdan ham. Go'shtni kerakli darajada yumshatishning yagona yo'li shu. Voy xonim, nimalar qilyapsiz? Axir suv issiq-ku, qo'lingizni oling. Nima shunday qilib haroratini o'lchayapsizmi? Go'sht uchun eng yaxshi harorat 49 va 55 gradus atrofida bo'ladi. Lekin xonim, yana suv kerak. Bo'ldi, yetarli. Issiq suvda uzoq qaynatish natijasida go'shtdagi